Pastda yayrab, tepada dam olish uchun bitta zo'r olib qo'yganmiz. Katta oilalar uchun ayni muddao manzili Frunze massiv 2 yaqindagi 4 etajli uylarda, g'ishtli uylar plus mansarda bilan. Kattagina kvartira, tashqaridan kirish qismlari ko'rish mumkin. Temir sifatli eshiklar qo'yilgan. Pastda keng joy, hol va bu tomonda oshxonasi joylashgan. Kattagina oshxona. Oshxona jihozlari qoldiriladi, muzlatgichlar ham hammasi. Uyda isitish tizimi mavjud, muammo yo'q. O'tiradigan joylargacha qilib qo'yishgan. Holat yaxshi holatda. Bu tarafda esa zal. Bu yerda ikkita xona bo'lgan ekan. Bitta katta zal qilishgan ekan, ko'rish mumkin. Juda ham kattagina, o'nlab mehmonlaringiz bemalol mehmon qilishingiz mumkin. Konditsioner o'rnatilgan. Romlari esa akfa romlarda oyoqdagi to'liq paket bog'langan, juda ham yaxshi holatda. Bu yerda esa pastdagi umumiy sanuzor ko'rish mumkin. Ariston o'rnatilgan. Bu yerdagi narsalar ham qoldiriladi. Stiralka bor. Xo'p, bu yerda hol kattagina ko'rish mumkin. Mana bu mebellar ham qoldiriladi. Mana bu yerga esa banka bir nimalar qo'ygani joy ham qilib qo'yishgan ekan. Endi tepaga chiqamiz. Mana ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Bu yerda 3 ta xona joylashgan. 3 ta yotoqxona. Bu birinchisi ko'rish mumkin. Kattagina mana bu mebel chiqib ketar ekan bu yerda. Qolgan jihozlari qoldiriladi. Radiatorlar ko'rish mumkin. Bu tepagacha chiqqan va o'zini alohida sanuzorlikka ham ega. Ko'rishingiz mumkin. Alohida aristonlargacha o'rnatib qo'yishgan. Holatlar yaxshi holatda, oyoqdagilari parket bor qilingan. Bu yerda yana bittasi ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham kattagina, bu yerdagi jihozlari qoldiriladi. Va oxirgisi, uchinchisi ko'rishingiz mumkin. Kattalar uchun, bolalar uchun yotoqxona tepada. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Frunze massivda, g'ishtli domlarda plus mansarda bilan 165 kvadrat maydonga ega kvartira. Deyarli barcha narsalari qoldirilyapti. Faqatgina o'sha aytib o'tgan ikkita narsamiz olib chiqib ketiladi. Narxi esa $52,000. Srochnik bosib oladigan joyi. Qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga bundan ham yaxshilarini ilinamiz.